Kimyoviy reaksiya turlari ikkinchi qism. Biz videoning o'tgan qismida birikish va parchalanish reaksiyalari haqida gaplashgan edik. Bugun esa o'rin olish va almashish reaksiyalari haqida gaplashamiz. Ko'pchilik o'quvchilar mana shu o'rin olish va almashish reaksiyalarini bir-biri bilan adashtirishadi. Men sizga mana shu ikkita reaksiya turlari o'rtasidagi farqni oson tilda tushuntirib beraman. Zolushka multfilmni barchamiz ko'rganmiz, to'g'rimi? Tasavvur qiling, mana shu Zolushka multfilmidagi baldasiz va balda Shahzoda bilan Zolushka raqs tushishyapti. Bir payt qirol keldi, Shahzodadan Zolushka bilan raqs tushishni so'radi. Va Shahzoda tabiiyki, qirolning martabasi undan yuqoriligi uchun qirolga o'z o'rnini bo'shatib berdi. Va Shahzoda endi yolg'iz qoldi. Qirol bilan Zolushka esa raqs tushishyapti. O'z nomi bilan qirol Shahzodaning o'rnini olib qo'ydi. Kimyoda ham xuddi shunday. Misol uchun rux bilan xlor kislota reaksiyasini ko'raylik. Rux xlor kislota tarkibidagi vodorodni chiqarib yuboradi, ya'ni vodorodni o'rnini olib qo'yadi-da, o'ziga xlorid kislota qoldig'ini biriktirib oladi. Ana endi almashinish reaksiyasi haqida gaplashamiz. Biz hali ham o'sha baldamiz, lekin endi bir tomonda Shahzoda bilan Zolushka raqs tushishyapti, boshqa tomonda esa qirol va qirolicha. Bir muddatdan so'ng qirol Zolushka bilan raqs tushishni boshladi, Shahzoda esa qirolicha bilan raqs tushishni boshladi. Bu yerda nima sodir bo'ldi? Qirol va Shahzoda o'zaro o'rinlarini almashishdi. Aslida Zolushka bilan Shahzoda qirol bilan qirolicha raqs tushayotgan edi. Endi esa teskarisi. Shahzoda qirolicha bilan, qirol esa Zolushka bilan. Kimyoda ham xuddi shunday almashish reaksiyalari bor. Misol uchun natriy gidroksid bilan sulfat kislota reaksiyasini olaylik. Bu yerda vodorod va natriy o'zaro o'rinlarini almashishadi. Ya'ni natriyga sulfat kislota qoldig'i, vodorodga esa gidroksil guruhi. Va reaksiya natijasida natriy sulfat tuzi bilan suv moddasi hosil bo'ladi. Shu bilan reaksiya turlari haqidagi videolarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Men kommentariyada bir nechta reaksiya yozib qoldiraman va siz u reaksiyalar qaysi reaksiya turiga kirishini yozasiz va men har birini tekshirib chiqaman. Video yoqqan bo'lsa, like bosing va meni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lishni unutmang.